Hayot sinovlari filmi. 14-qism. Tushkunlik. Voy, esingdami o'sha paytda seni yoningga olib yurardik. Ushbu film Alisher Avazov hayotidan olingan. Biz shu yurishingga sababchilardanmiz. Ha, to'g'ri. Mana bu mushni mazasini eslayapsanmi? Eslayapman. Endi meni mushni mazasini ko'rasan. Mayli. Rapid Reels mahsuloti. Gapirma. Kichkina bo'lib sumkalarni ko'tarib yurardi. Esingdami? 2 soatlik yo'l bo'lsa ham borib kelaman. Mayli, bolam, gaplashamiz. Uzoq bo'lsa ham o'zimni maktabimni yaxshi ko'raman. O'zimni erkin his qilaman. Hammasi o'zimning o'rtoqlarim, yaqinlarim. 1991-yil. Noyabr. (148-maktab). Toshkent. Namuncha o'zgarib ketdi bu maktab. Molda ham o'zgarib ketibdi. Ne menga bunaqa qarashyapti? Talay, Yaxshimisan? Ali, unaqa so'rashmaydi. Men bunaqa so'rashadi. Kiyimingni qatdan oling, men kiyimni qatdan topib oling. Ali, kalish kiyapsanmi? Mana uni yechib qo'yadi-de, toy bola. Alisher, tur. Maktabimizga qaytib kelding-a? Qatdan qatnayapsan? Yangi yo'ldan qatnayapman, ustoz. Tinchlanlaring bo'ldi. Xarib. Tozala. Yapti bo'lib qolsanmi? Ahvolini qara buni. Endi shunga to'yapti. Baqladi. Davay. Ber. Qara, menga qarang. Ber. Papi chulo. Papi chulo. Top tuflasi shoshmaydi. Gapir. Menga ber, menga oshir. Menga ber. Qo'la qol. Ber bu yoqqa. Oshir. Qo'la qol. Qani, ber. Qani, ber. Berlaring. Alvida. Nima qilyapsan? Uchdi ketdi. Nima qilyapsanlar? Qani, Oshlaring ketganmi? Nima qilyapsan? Meni kasbim senlarga hali holatda bo'lyaptimi? Uni solyapsizlar. Qancha bunga yopishib oldilaring? Nega biz millatchilik qilamiz? Axir bir vatanda yashaymiz-ku. Mana 14-qismni ham ko'rdinglar. 14-qismda meni ota-onam ruxsat beradi menga Farg'onadan Toshkentga o'zimning maktabimga qatnashga. Endi onam otam bilan gaplashib ruxsatini olib beradi. Soat 6 da yo'lga chiqaman yangi yo'ldan. Esimda bor, yangi yo'ldan piyoda yurib, avtobusni katta ko'chaga borib, avtobusga o'tirib, avtobusda Yangi yo'l Toshkent avtobusida Toshkentga boraman, Sobir Rahimov metroga boraman. U Sobir Rahimov metroda tushib, keyin metroda oxirgi stansiya Sobir Rahimov bo'lsa, o'sha payt Maksim Gorkiy, hozir Buyuk Ipak yo'ligacha metroda yarim soat borib, keyin o'tdan piyoda maktabimga 148-maktabga boraman. 2 soatla taxminan yo'liga ketardi. Va xursandman, endi mana o'zimning maktabim, men 8-sinfman. Maktabim, o'zimning jonajon do'stlarim, axir men ular bilan 1-sinflarda o'qiganman, 4-sinfgacha birga o'qiganman degan xursandchilik bor edi, kayfiyat bor edi. Borsam maktab o'zgarib ketgan. Maktabda bolalar o'zgarib ketgan, boshqacha hayot o'tdi. O'zimning sinfimga kiryapman, o'zgarib ketgan. Hamma o'zgarib ketgan. Hammaning ko'rinishi ham, tuzilishi ham boshqa dunyo. Boshqa dunyo.
Men ularning oldida kichkina bola bo'lib qolganman. Nimaga? Chunki 6 yoshda maktabga borganman-da. Maktabda 1 yosh katta farq ko'rsatadi. Ayniqsa mana yozdan, ta'tildan keyin bitta kelsangiz, qarasangiz hamma o'sib ketgan bo'ladi-yu, xuddi shunaqa holat menda ham shunaqa bo'lgan. Men endi ularni 3-4 yil ko'rmaganman. Kelsam hammasi dev deydi meni oldimda. Men 1 yosh kichkina bo'lganman. O'zimdan 1 yosh kattalar bilan o'qiganman. Hammasi devdi, hammasi kiyim olgan, sal uje orasida to'qroq bolalar bor va hokazoda. Sekin-sekin meni ustimdan masxarabozlik boshlangan. Ya'ni men endi Farg'onadan kelganim uchun menga yapti deb laqab qo'yishganda. Bu menga qaralaring. Men Toshkentliman desam, yapti san vodiyli yapti deb gaplashadi deb yapti deb laqab qo'yishganda. Farg'onada votti deb laqab qo'yishgan bo'lsa, Toshkentga kelganda yapti deb laqab qo'yishganda. Maktabda men o'zimni joyimni topolmay qolaman. O'zimni sinfimda, o'zimni oldingi do'stlarim orasida joyimni topolmay qolaman va meni sekin-sekin mazaxga o'tishadi. O'sha yapti deyishadi, ustimdan kulishni boshlashadi. Men Farg'onadan kelganim uchun ko'nglim nozukroq bo'ladi, yumshoqroq bo'laman. Toshkentdagi sal bolalarni anaqasi ham qattiqroq bo'ladi. Hazili ham qattiqroq bo'ladi, ustimdan kulishni boshlashadi. Undan tashqari men Farg'onadan kelganim uchun, hozirgi kunda Yangiyo'lda yashaгаnim uchun o'sha paytda sal og'irroqdi vaziyatimiz. Qishda ham ko'ynakda yurardim. O'sha barxatli ko'ynak bo'lardi. Qo'limda salafan paket bo'lardi, chunki popkaga pulimiz bo'lmasdi, oyog'imda kalash bo'lardi. Ya'ni oyoq kiyimga ham pulimiz bo'lmasdi. Ular sal boshqacharoq, yaxshi kiyingan bo'lardi. Bu narsa katta ta'sir ko'rsatganda, meni kamsitishni boshlashgan. Kiyimimni, holatimni, ustimdan kulishni boshlashgan. Undan tashqari kichkinaroq bo'lganim uchun, 1 yosh kichkinaroq bo'lganim uchun, jism kichkinaroq bo'lganda, ustimdan mazax qilishni boshlashgan, ursam kuchim yetmagan, rosa kalta yeyishni boshlaganman. Aksariyat har kuni kalta yerdim. Chunki meni masxara qilishardi, men urushmoqchi bo'lardim, kuchim yetmasdi, kalta yerdim. Kalta yeganimdan keyin undan tashqari undan battar mazax boshlandi. Ya'ni sumkalarimni yo'qolib qolishlari, orqalarimga tuflab tashlashlari vahshiyroq bo'lar ekanda. Mana shu maktabdagi bolalarni hazillari vahshiyroq, og'irroq bo'lar ekanda va yomon ham hazil qilib tashlashgan. Yomon ham ustimdan kulib tashlashganda maktabda. Esimda bor, o'sha dars paytlari sumkalarim yo'qolib qolardi, oynadan otib yuborishardi va hokazo. Bu narsa sekin-sekin ta'sir qilish boshlagan. Afsuslanishni boshlaganman-da, nimaga bu maktabga keldim deb. Lekin adamga, oyimga yeta olmayman, chunki o'zim iltimos qilib mana shu maktabga tushganman. Tishimga qo'yib fingallar bilan uyga qaytib kelardim. Esimda bor, davomini ko'rasiz. Somsalar bor, zaka somsalar. Voy, mana Alismi? Shu o'g'lim sanikida tursin, og'irligi tushmaydimi? Mayli, opa. Qachongacha bizanikida yashaydi jiyaningiz? Mana 2 oylik do'konlar. Hammasi shu yerdami? Yo'q, meni o'rtog'im bu. Aslida bu do'stlarim o'zlari bilmagan holda menga yaxshilik qilib qo'ygan ekan.